G'orga kirish uchun g'ordan g'orga o'tishimiz kerak. Mana shunday bir ajoyibotlar bor. Bu ham bir taassurot bu ham. Ya'ni bir tafakkur qilish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanday bir joylarda bir ajib bir hissiyotlarda yashaganligini his qilishlikka o'xshaydi. Barakalloh, ajibmi? Nozik bo'lganimizga shukr. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam semiz bo'lmagan. Rasululloh ixcham zot bo'lgan. Ana bu yerda ixchamligini sinaydi. Vakilarga yetib borasizlar. بعد पुराने नसीब नाली को ना बड़े Yenash Muhammad Ali. Maşallah, tabarakallah. Mana qarog'ari keldi, mana odamlar intilayotgan joy. Mana shu yerda huzurligi. Yana bir yermish. Ikkita odam bemalol o'tirib, ibodat qiladigan darajadagi g'or bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rosa 40 yoshga to'lganlarida ayni o'sha boya aytganimiz kitoblarda xabarlarda kelayotganda Robbil avval oyi ham deyshadi. Lekin Ramazon deylik. Ramazonda aynan dushanba kunida, kunlardan dushanba kunlaridan birida Payg'ambarimiz alayhisalom o'sha yerda tafakkur qilib turgan vaqtlarida qaysi oyat nozil bo'ladi? Iqro. O'qi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yoqqa qaraydi, hech nimani ko'rmaydi, o'zlari Rasululloh alayhisalom Nabiy umma, ya'ni ummiy, oddiy insoniyatda o'qishni yoshni bilmaydiganlari payg'ambari o'zlarining o'qishni yoshni bilmagan. Bu yer qaradda hali iqro degan kalima, o'qi degan kalimani eshitgandan keyin o'zlari men o'qishni bilmayman, yozishni bilmayman yani. Ya'ni meni ilmdan xabarim yo'q deydi Rasululloh. Yana bir o'zi haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga kelib turganlarida yana iqro deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yana bu yoqqa qaraydi, men o'qishni bilmayman dedi. Xullas ham shu narsa 3 marta takror bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayron bo'lib o'ylanib turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun osmonlarda, butun olamlarda o'rab olgan holatida, chordona qurgan holatida farishta Jabroil alayhisalomni o'zining asli shaklida ko'radi. Payg'ambarimiz alayhisosallamga o'shanda kelgan Iqro bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana min alaq Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam oyatigacha birinchi Iqro surasining 5 ta oyatini Alloh taolo nozil qildi. Va shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalomni ko'rar ekan qo'rqib ketadi. Qo'rqib ketganlarida o'zlarini yo'qotib qo'yganida Jabroil alayhisalom kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchoqlab bir qisib qo'yib yuboradi. Shu darajada qisib qo'yib yubordiki, shunaqa bir og'ir his qildimki, o'zimni Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'rqqanlaricha ustilariga ridolarini yopib uylariga, ya'ni Hadicha onamizni huzurlariga shoshiladi. Mashalloh, bu yerda onlarning xulosa nima desa, biz bu yerga ana o'sha vahiy nozil bo'lgan joy qanaqa joy ekan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda qanday turgan ekan? Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'sha holat qanday bir vaziyat bo'lgan ekan degan bir hissiyot his qilishlik uchun keldik. Bu yerda ibodat qilinmaydi, boshqa qilinmaydi, faqat his qilishlik. Faras qiling, olamlarda, butun osmon yerlarda to'sin, mana shu yerda Jabroil turgan bo'lsa, butun olamlarda to'sin. Demak, Rasululloh alayhisalom birinchi Jabroil alayhisalom shu yerda ko'rgan. Allohning birinchi Qur'oni Karimda surasi, Iqro surasining avvalgi 5 oyati mana shu yerda nozil bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.